Ovoz informatsion dasturi davom etadi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan qabrtoshlardan bu yerda, ya'ni Axlat shahrida 8000 dan ortiq saqlanib qolgan. Bular juda ham qadimiy. Ularning aksariyati Saljuqiylar davridagi sarkardalar, ulamolar va ko'plab din arboblariga tegishli. 13-asrda 3 ta shahar, ya'ni Buxoro, Balx hamda Axlat shahri islom dunyosining markazlaridan hisoblangan va aynan mana shu shahardamiz. Axlat shahri strategik jihatdan ham muhim shahar hisoblangan. Ya'ni 1071-yilda Saljuqiylar sultoni Alparslan boshchiligidagi Saljuqiylar hamda Vizantiya imperatori Diogen boshchiligidagi vizantiyaliklarning qo'shinlari Malazgirt jangini o'tkazishadi va mana shu jangga mana shu Axlat hududida tayyorgarlik ko'rilgan. Bu yerda jangning boshlanish nuqtasi ham aynan mana shu hududlarga to'g'ri keladi. Jangda Saljuqiylar g'olib bo'lganidan so'ng esa Anadoluga, ya'ni Kichik Osiyoga turkiy qavmlar kelib o'rnasha boshlashgan hamda turkiylarning Kichik Osiyoga kirish darvozasi hisoblanadi bu shahar. 4 xalifa hep bu konu. 4 xalifa. Bu mavzu doim to'rtlik tushunchasi bilan bog'liq. Qarang. Bu yerda ham yana 4 ta eshik haqida so'z ketmoqda. Shuning atrofida ustunlar bilan bezatilgan yozuvni ko'ramiz. Ammo bu yerda Kufiy yozuvi yo'q. Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasida yuqori qismida nima ko'ramiz? Kufiy yozuvini ko'ramiz. Buni hammamiz bilamiz. Kufiy yozuvi qayerdan kelgan? Makka va Madinada islom ancha tarqalgan, ammo turk va eronlik musulmonlar, ya'ni arab bo'lmagan musulmonlar bosimlarga chidamay Kufiy shahriga ko'chib o'tishgan. Ular bu yerda yangi bir ilm va ruhiy jarayonni boshlab yuborgan. Keyinchalik Hasan Basri, Salmon Farisiy kabi zotlar bu g'oyani rivojlantirib, endi bu ta'limotni Xuroson tomon, u yerdan esa Markaziy Osiyoga olib borish kerak deb hisoblashgan.